alla betakror kuy va qalblarni huzurlantiruvchi ajib nola. Sizningcha allaning jozibasi, sehri nimada? Ha, topdingiz. Bu sirli qo'shiq ilk dunyoga kelgan onimizdanoq quloqlarimizga o'z ona tilimiz so'zlari bilan kirib, dilimizga jo bo'lgan. İlk bor tilimizning mayin ohangini, jilosini aynan shu alla orqali tinglaganmiz, his qilganmiz. Ha, tilimizning sehri baribir boshqachada. Salom berdik Shopir aka. Va alaykum assalom, kelinglar. Zayn emasmisiz? Yo'q, bo'shman. Bizni sentrda bo'ydagi больницаga tashlab qo'ymaysizmi? Shifoxonaga dedingiz. Opam ikkovimizni. Chiqinglar. Kelavering. Shopir aka, mashinangizda vashshe havo qolmabdi. Oynalarni ochib tashlang. Ko'p bo'ladi. Opa, nastroyingiz yo'q. Tinchlikmi? Ko'rmaysanmi jiyaningda? Senga o'xshagan shu stili bo'lmadi-da. Kecha fizkulturadan pastbaho olgan ekan, so'kkandim, ertalab zavtri ham qilmay ketdilar. Zato bolalaringiz shu stili bo'lmasa ham umli. O'zim takoy bir zal gaplashib beraman. Ham duh ko'tariladi, ham ishlari ham chotga bo'lib ketadi. Sizlar o'zbek tilini endi o'rganyapsizlarmi deyman? Nima edi Shopir aka? Yoki siz ham ofisiantni girgitdan denglar deydiganlardanmisiz? Yo'q, oddiy haydovchiman. Faqat tilimizga hurmatsizlikni ko'rsam, vijdonim qiynaladi. Shopir aka, bunaqa problemalarni shu sohada ishlab, saqqasini qilyap turganlar o'ylasin. Siz bilan biz o'z ishimizni qilaveraylik. Uje yetib keldik shu chakkaga. Opa keldik. Shopir aka, sog' bo'lasiz. Sdachki kerak emas. Til qotillari. Assalomu alaykum aka, boshmisiz? Va alaykum assalom. Bo'shman? Bizni 25-maktabga tashlab qo'ya olasizmi? Chiqinglar, marhamat. Bu yerda nima qilyapsizlar? Shifoxonaga o'rtog'imiz ko'rgan kelgandik. Ha, yaxshi. Bemor ko'rish ko'p savobli ishdir. Aytgancha Muhammad Qodir, hozir tadbirga tayyorgarlik ko'ramiz, gaplaringni qaytarib tur. Ha, takrorlayapman. Til bizga ajdodlarimiz tomonidan boyitib, sayqallanib, ishonib topshirilgan buyuk xazinadir. Tildan oqilona foydalanish, uni hurmat qilish barchamizning asosiy burchimizdir. Tilning yo'qolishi millat zavoli demakdir. Abdulla Uloniy bobomiz aytganlaridek, milliy tilni yo'qotmak millat ruhini yo'qotmakdir. Bo'ladimi? Abdulla Uloniy bobomiz til haqida juda purma'no gapni aytganlarida. Mana yetib ham keldik. Demakki mana yo'l haqi. Yo'l haq kerak emas. Sizlarni to'g'ri, burro, ravon so'zlashga o'rgatgan ota-onalaringga, ustozlaringga ming rahmat. Sizlardek tilga e'tiborli, ko'zlari chaqnoq, chinakam Navoiy, Avloniy izdoshlari bor ekan, ona tilimiz ham mangu yashayveradi.